Kimdir kelyapti, kim ekan? Qani, ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar va bo'ldi kerak emas. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va o'quv markazimiz o'quvchilari. Xabaringiz bor, 16-may sanasida Rabqon tarixida ilk bor keng miqyosda 600 nafardan ortiq o'quvchi ishtirok etgan, barchamiz intiqlik bilan kutayotgan test natijalarining e'lon qilish sanasi ma'lum bo'ldi. Test natijalari 21-may soat 19:00 da Behruz akademiya o'quv markazining asosiy binosida Beshariq ahli, Rabqon ahli va ota-onalarning ko'z oldida e'lon qilinadi. Tantanali taqdirlash marosimida barchangizni ajoyib, ko'ngilochar tadbirlar kutmoqda. Barcha ota-onalar, o'quvchilar va ilm ahlini tantanali taqdirlash marosimida kutib qolamiz.